Assalomu alaykum YouTube'da kuzatuvchi obunachilar. Bugun Oltiariqqa kelganmiz, Avazbedi Teplitsasiga. Aylanib boshqa ish bilan keldik. Mana uni ko'rib videoga olmasak bo'lmaydi. Sizlarga mana shu nimani ilindik, atmosferani ko'rib turganlaringdek. Bugun chislo dekabr oyini 20lari taxminan. To'shni chisloni bilmayapman. Ko'rib turibsizlar, bular Bolgariskiyni ham Ferrari degan nav ekan. Shu Tbilsida bitta ko'rsatib qo'ysangiz tepa tomondan olib qo'ygan. 10 ming tubdan oshiq ekilgan ekan. 10 ming tub taxminan bittasidan 1,5 kilo bolgar qalampiri olsa bo'ladi. 1 kilosini 30 ming so'mdan berilmayapti hozir eksportga. Endi mana qiziqtirgan narsa sizlarga ko'rsataman. O'rtoqlar, ko'rib turganlar mana qip-qizil birinchi gulini hosillari. Bolgar qalampiri. Endi bu tepasiga qarasalaring ko'ki. Bu ikkinchi guli. Mashetgacha chiqar ekan. Bunda 1,5 kilo emas, mashetgacha olib chiqsangiz taxminan 3 kilo hosil olish mumkin. Bu degani 10 ming tubdan 30 tonna daromad. 30 tonnasini 20 mingdan hisoblasangiz ham qancha pul bo'ladi. Shunaqa tiplislar bek olayotgan bo'lsa o'rtoqlar, ammo idealniy qilib mana kapenni ishlaylar. Oraliq masofasi shu taxminan 40 sm, 35 sm ga qo'yib ekilgan. Shuni video qilishga qaror qilib sizlarga ko'rsatyapmiz. Endi juda go'zal. Juda go'zal. Maqlarga kelinglar bu yerga. Mana o'rtoqlar, bu Xitoyda emas, o'zimizni O'zbekiston Farg'ona Oltiariqda videoga olaylik. Sog' bo'linglar, videoga like bosib, bizni kommentariyaga belgilab ketasizlar. Mana shunday atmosfera juda chiroyli. Juda chiroyli. Ko'rib ko'zimiz quvonib video qilishga qaror qildik. Sog' bo'lasizlar, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar.